Assalomu alaykum. Demak, sizlar bilan bugun trend graflarni o'rganish boshlar ekanmiz. Bu darslarni boshlar ekanmiz. Sizlarga ikkita narsa bor, yechishim kerak bo'lgan narsa. Bu birinchisi, bu darslar mutlaq task 1 haqida tushunchaga ega bo'lmagan o'quvchilar uchun. Agar siz task 1ni yaxshi tushunsangiz, uje yozayotgan bo'lsangiz, demak, bu darslar siz uchun emas. Bu endi boshlayotganlar uchun. Lekin agar siz yozishni boshlab turib, darajangiz hali 5 bo'lgan bo'lsa, yordam berishi mumkin. Lekin bu yerda bitta narsani tushunishimiz kerak. Darslar ketma-ketlikda ko'rilib borilishi kerak. Ya'ni birinchi darsi birinchi, ikkinchi darsi ikkinchi. Agar siz qaysidir videoga kirib qolgan bo'lsangiz, 10-chi, 14-chi, 15-chi, siz bu videolardan unchalik katta foyda ola olmaysiz. O'shaning uchun iloji boricha birinchi darsdan ikkinchisiga, ikkinchidan uchinchisiga progressiya bilan ko'rib borishni maslahat bergan bo'lardim. Demak, boshlaymiz. Trend graflar. Trend graf nima degani o'zi? Trend graf bizda trend so'zining ma'nosi vaqt bo'yicha o'zgaruvchi degani. Tushunarli? Buni nimaligini hozirgi darsda tushuntirib o'taman sizlarga. Demak, trend graf mavzusida birinchi darsimizda bugun sizlar bilan 4 ta mavzuni ko'rib boramiz. Ya'ni bular birinchisi question types, ya'ni savol turlarini ajratib olamiz trend grafning o'zidagi. Subject in task 1, task 1 dagi subject nimaligini ko'ramiz. Basic vocabulary for trend graphs. Bazaviy lug'atni ko'rib chiqamiz trend graflar uchun. Va to'rtinchisi 3 basic sentence structures, ya'ni 3 ta bazaviy sentence strukturani sizlar bilan ko'rib chiqar ekanmiz. Xo'p, birinchisi demak bizda question types, ya'ni savol turlari. Xo'p, savol turlarining birinchisi bizda line graph bo'lar ekan. Nima uchun line graph deyiladi? Bu chunki bizda qiymatlar chiziqlar orqali berilar ekan. Endi nima uchun trend graph deyiladi desangiz, bizda demak bu tarafda bizda yillar, ya'ni yillar nima qiymat berilgan qanaqadir. Pastki tarafda bo'lsa, ya'ni pastki tarafda bo'lsa, bizda yillar berilgan. Endi buni qiymat berilgan tarafni sizlar bilan number deb nomlab olamiz. Number deb nomlab olamiz. Yil berilgan tarafni bo'lsa time deb belgilab olar ekanmiz. Chiziqlarni bo'lsa, mana bu narsalarni bo'lsa, ya'ni 1, 2, 3, 4, to'g'rimi? Nima o'lchamayotgan bo'lsa, o'sha narsani biz subject deb nomlaymiz. Xo'p, bu o'z aslida bunaqa nomlashi shart emas, shunchaki buni keyinchalik o'sha formulalarda ishlatishimiz uchun, tushunishingizga nisbatan oson bo'lishligi uchun biz o'sha nomlab berib olishimiz kerak bo'lar ekan. Demak, bu ikkinchi turida bizda demak bar graf deb nomlanadi. E'tibor beramiz. Demak, qiymatlar bu tarafda berilgan yana va yil tagida berilgan. Demak, qiymatlar o'zgarib boradi yil orqali, yil bo'ylab. Ya'ni bu narsa bizda trend graf deb nomlanar ekan. Va pastda bizda mana yashikning ichida trend graf, demak trend graf debman, uzr. Subjektlar berilgan. O'sha subjektlar bu yoqda yana berilgan ekan. Ya'ni tepada o'sha graf o'zida berilgan ekan. Xo'p, keyingisi bizda demak keyingisi bizda pie chart. Nima uchun pie chart deyiladi? Chunki pie ko'rinishda bo'lganligi uchun, ya'ni dumaloq, to'rt ko'rinishda bo'lganligi uchun, demak pie deb belgilanar ekan. O'sha pie bilasizlar, pirog degani. Xo'p, demak bu yerda yillar tepada berilgan. Numberlar bo'lsa, ya'ni qiymatlar bo'lsa bizda demak o'sha payni ichida, ya'ni bizni pirogimizni ichida berilgan. Mana 24%, 16%, 36%, 29%. Va bizda subjektlarimiz mana ranglarga ajratib qo'yishibdi. Shu yerda berilgan ekan. Va oxirgi savol turimiz bizda tables. Table savol turi yillar qayerda berilgan? Tepada berilgan. Bizni subjektlarimiz bo'lsa bu tarafda berilgan. Numberlarimiz bo'lsa ichkarida berilgan ekan. Mana. Tushunarli? Bo'lib oladigan bo'lsa, hozir bu yerda bo'lib oladigan bo'lsa agar sizlar bilan demak bu yerda bizda subjects, bu yoq time va ichi bizda
number bo'lar ekan. Uzr, handwriting uchun. Demak, numberlar bo'lar ekan. Misol uchun, the number of, ya'ni bu yerda nima berilyapti? The table below shows the number of motor vehicles per thousand inhabitants in 8 countries in 1990 and 2000. Ya'ni Bahamada, deylik, Bahama davlatida har 1000 ta odam uchun 235 ta motorli avtomobil to'g'ri kelgan ekan 1990-yilda va bu raqam 2000-yilda 187 taga tushibdi. Ya'ni shu narsani bizda o'sha trendlar o'zgarishi deyilar ekan, ya'ni change over time, ya'ni vaqt bo'yicha o'zgarishi. Agar siz hozir bu yerda mana shu joyni tushuntirganimda tushunmayotgan bo'lsangiz, endi boshlayotgan bo'lsangiz, bu narsadan xavotir olish kerak emas. Keyinchalik praktika jarayonida buni siz tushunib olasiz. Xo'p, keyingisi bizda demak subject in task 1. Subject in task 1. Task 1dagi subjectlar nimaligini sizlarga qisman tushuntirib ketdim. Demak, mana bu narsalar subject ekan bizda yoki bundan oldin mana bu ismchalar bu subject ekan. Endi bu subject deyish demak o'zi yetarli emas. Subjectlarga biz ismlar berishimiz kerak bo'lar ekan, ya'ni nom berishimiz kerak bo'lar ekan. Misol uchun, mana boshida bizda demak 3 ta subject uchun so'zlar bor. Bular the proportion of, the percentage of and share of. Va bular bizda percentages, ya'ni percentlar uchun, ya'ni o'zbek tilida foizlar uchun ishlatilar ekan. Misol uchun, agar biz bu kategoriyadagi clothes, ya'ni kiyimlar kategoriyasini ko'radigan bo'lsak, shunga nom bersak bo'ladi. Ya'ni bizni pirogimizdagi mana oq 24% qismni bo'lsa, bu yoki bu yerdagi 16 qismni ga nom berib olishimiz kerak ekan. Mana shu oq kategoriyaga nom berib olishimiz kerak ekan. Va bu nomlar quyidagicha beriladi. The proportion of clothes, the percentage of clothes yoki the share of clothes. Demak, ko'pchilik bu yerda mana xato qiladi. Misol uchun, clothes deydi, the clothes declined, ya'ni tushdi, declined from 24% to 16%. Ya'ni kiyim tushdi 24% dan 16% ga. Deyilmaydi bunaqa. Kiyimni foizi tushdi 24% dan 16% ga desangiz, o'sha accuracy level, ya'ni to'g'ri yozishingiz ancha ham yaxshilanar ekan. Keyingisi bizda demak, uzr, men bitta xato yozib qo'yaman, percentagelar uchun emas bu. Demak, bu yerda faqat bu agar grafingiz foizni ko'rsatsa ishlatasiz. Foizni ko'rsatmasa bular ishlatilmaydi. Keyingisi bo'lsa the number of yoki the quantity of. Bizda sanasa bo'ladigan narsalar ishlatilinsa the quantity of yoki the number of ishlatsangiz bo'ladi. Misol uchun, bizda mana bu tableda boya ko'rib chiqdik, motorli avtomobillar soni har 1000 ta odamga deyilgan. Demak, motorli avtomobillar soni bizda sanaladi. Misol uchun, mana bunaqa yozsak bo'ladi. The number of motor vehicles in Bahamas yoki the quantity of motor vehicles in Bahamas desangiz bo'lar ekan. Demak, bizda mana bu kichkina o'sha Bahamas degan subjectga ism berib olishimiz kerak ekan. Ko'pchilik nima xato qiladi yana? Bahama deydi, 235 dan 187 ga tushdi deydi. Ya'ni Bahama declined from 235 to 187 deydi. Bu juda ham katta xato bo'lar ekan, chunki Bahama tushmagan, balki Bahamadagi motor vehicle'larni soni tushgan har 1000 ta odamga. Tushunarlimi demoqchiligim? Demak, bizda the number of deyishingiz mumkin va the quantity of deyishingiz mumkin ekan. Keyingisi bizda the amount of va the quantity of. Yana the quantity of dedik. Nima uchun? Chunki bundan oldin e'tibor beramiz countable va countable deganman. Endi quantity bu yerda uncountable ga ham ishlatiladi. Agar demak siz o'sha grafingizda sanaladigan narsani o'lchayotgan bo'lsangiz, odamlarning soni yoki mashinalarning soni yoki shaharlarning soni yoki bilmayman, ish joylarining soni bo'ladigan bo'lsa, demak bunda o'sha the number yoki quantity so'zini ishlatsangiz bo'ladi. Lekin sanalmaydigan narsa bo'lsa-chi, misol uchun suv, yog', un, guruch, go'sht bu grafda berilgan misol uchun.
Shu narsalarni o'lchaydigan bo'lsangiz-chi, bunda bo'lsa amount yoki the quantity so'zlari kelar ekan. Xo'p, demak, bizda beef degan ko'rsatkich bor, mol go'shti. Beef deylik, decrease desa bo'ladimi mana bu holatda? Decrease desa bo'ladimi? Bo'lmaydi. Nima uchun? Chunki mol go'shti tushgan deyapsiz. Mol go'shti tushmagan, balki mol go'shtining miqdori tushgan bu yerda. O'shaning uchun the amount of beef declined yoki the quantity of beef declined desangiz, demak ancha ham o'sha to'g'riroq yozayotgan bo'lar ekansiz. Xo'p, keyingisi bu universal ishlatilinadi. Bu so'zni alohida biz demak o'sha belgilab olishimiz kerak. Bu the figure 4. Demak, the figure 4 bizda hamma holat uchun ishlatiladi, ya'ni countable bilan ham, uncountable, ya'ni sanaladigan otlar bilan ham, sanalmaydigan otlar bilan ham va foizli graflar kelsa ham bizda nima bo'lar ekan? The figure 4 ishlatsangiz bo'lar ekan. Misol uchun, tepadagi misollarda biz the percentage of clothes deyish o'rniga the figure 4 clothes desak bo'lardi. Yoki the number of motor vehicles o'rniga the figure 4 motor vehicles desak bo'lardi. Yoki the amount of beef o'rniga the figure 4 beef deb ishlatsak bo'lardi. Demak, bizda the figure 4 bu tepada ko'rsatilgan 3 xil holatga ham tushib ketaveradi. Iltimos, mana shu narsani o'zingizga belgilab oling. Demak, biz buni summary qiladigan bo'lsak, ya'ni jamlaydigan bo'lsak, bizda the proportion of, the percentage of va the share of bor. Va bular bizda nimani belgilaydi? Foizlarni belgilar ekan. Agar bizda grafimizda foiz ko'rsatsa, mana shu the proportion, the percentage yoki share ni ishlatsangiz bo'ladi va albatta universalni the figure 4 ni ishlatsangiz bo'ladi. Keyingisi the number of. Agar bizda demak grafimizda sanaladigan narsa o'lchanayotgan bo'lsa, bu holatda o'sha the quantity of bilan the number of ishlatamiz. Sanalmaydigan narsa ishlatilayotgan bo'lsa, unda yana the quantity of ni ishlatsangiz ham bo'ladi yoki the amount of ni ishlatishingiz kerak bo'lar ekan. Yokida bizda o'sha ikkala holatga ham yoki uchala holatga ham tushadigan the figure 4 ni ishlatsanglar bo'ladi. O'zingizga belgilab qo'yinglar. Endi qanaqa qilib subjektni parafraza qilsa bo'ladi? Parafraza nima degani? Parafraza bu bitta narsani bir necha xil uslubda o'sha so'zlarni joylarini almashtirish orqali yoki sinonimlar ishlatish orqali yoki grammatikani o'zgartirish orqali bir xil narsani har xil qilib yozish bo'lar ekan. Bu bizda o'sha IELTSda grammatikangiz yoki so'z boyligingizni ko'rsatishga yordam beradi. Misol uchun, tepada o'sha biz har xil davlat tilidagi motorli, demak, nimalarni ko'rdik sizlar bilan? Avtomobillarning sonini ko'rdik, to'g'rimi? Har mingta odamga. Endi tasavvur qiling, o'sha graf bizda deylik Xitoyning industriyasi haqida ketgan. Demak, the percentage of China's industry desangiz bo'ladi. Demak, davlatni qanaqa ishlatayotganimga yaxshilab e'tibor beringlar. China's industry. Yoki the proportion of industry in China desangiz bo'ladi. In China deb ishlatsangiz bo'ladi. Yoki the figure 4 Chinese industry desangiz bo'ladi. E'tibor bering. Chinese industry in China, China's. Yoki mana bu yerda katta harf bo'lishi kerak edi. The China's figure 4 industry desangiz bo'lar ekan. Demak, siz har xil uslubda yozsangiz bo'ladi. Bu so'z o'yini qilishga ancha o'sha yordam beradi sizga. Bu nimaga yordam beradi? Essayiz maraton bo'lib qolmasligiga yordam berar ekan. Endi sizlar bilan mashq qilamiz. Xo'p, demak, har birta o'sha mashq qilganimizda sizlarga vaqt beraman. Vaqt deganda bu ko'p vaqt berilmaydi sizlarga. Demak, 5 sekund vaqt beraman. Siz o'tda videoni to'xtatasiz. Videoni to'xtatganingizdan keyin daftarni olib turib o'zingizga yozib olishingiz kerak bo'lar ekan. Bu yoqqa ko'proq mashq qilamiz. O'sha deylik mashqlarni qilasiz, daftaringizga yozasiz, to'xtatasiz. Undan keyin tekshirasiz, keyin videoni o'tkazib. Xuddi shunaqa qilib har safar mashq deganimda siz xuddi shunaqa tartibda videoni to'xtatib, qo'lingizga qalam yoki ruchkani olib turib, daftar yoki qog'ozni olib turib, javoblarni yozib chiqishingiz kerak bo'lar ekan. Demak, keyingisi bizda graf berilgan. Yaxshilab e'tibor beramiz. Bizda bir subject bor va ikki subject bor. Tushunarli? Xo'p, ya'ni o'qiymiz tepada. The graph below shows the number of shops that closed and the number of shops
New shops that opened in one country between 2011 and 2018. Demak, bizda nima bor ekan? O'sha ochilgan do'konlarning soni va yopilgan do'konlarning soni bo'lar ekan. Va bizda ikkita nima berilgan? Subject berilgan. Mana bittasi nuqta-nuqtaligi bizda ochilayotgan do'konlarning soni va to'liq uzilmasdan ketgan liniya bo'lsa, chiziq bo'lsa, yopilgan do'konlarning soni bo'lar ekan. Endi siz shu liniyalarga nima berishingiz kerak bo'lar ekan? Nom berishingiz kerak bo'lar ekan. Endi o'ylang, yaxshilab o'ylang. Do'kon sanaladimi, sanalmaydimi? Va shundan kelib chiqib turib siz ikkita subject yozishingiz kerak bo'lar ekan. Va number nimaligini topishingiz kerak. Agar mana shuni topa olmasangiz, ya'ni nimada o'lchanyapti? Nechidan nechigacha o'lchov berilyapti? 1000 dan 9000 gachami? 0 dan 9000 gachami? Donami, kilomi, nima bu? Shu narsani topishingiz kerak. Va vaqt nimada o'lchanyapti? Nechinchi yildan nechinchi yilgacha? Oyda o'lchanyaptimi, yilda o'lchanyaptimi yoki haftadami? Shu narsani yaxshilab topib olishingiz kerak bo'lar ekan. Demak, men hozir 5 minut pauzada turaman. Sizlar bu yerda 5 sekund pauzada turaman. Sizlar videoni to'xtatasizlar, ishlaysizlar va keyin davom ettirasizlar. Boshladik. Xo'p, demak, vaqt tugadi. Videoni to'xtatgansiz degan umiddaman. Agar to'xtatmagan bo'lsangiz, iltimos qaytib yozing. Demak, javoblar. Javoblar bizda the number of shops that closed va the number of shops that opened. Nima uchun the number of shops? The number of shops nimaga bo'ldi? Chunki do'konlar sanaladi. Ochilgan do'konlar, ya'ni yopilgan do'konlarning soni va the number of shops that opened bu ochilgan do'konlarning soni. Demak, tepadagi yopilgan do'konlarning soni, pastdagi bo'lsa ochilgan do'konlarning soni bo'lar ekan. Demak, mana closures ni ismi endi bizda nima bo'lar ekan? The number of shops that closed va opening nomi the number of shops that opened bo'lar ekan. Endi bizda numberga keladigan bo'lsak, 0 dan 9000 gacha o'lchov birligi mana minimum 0 deyapti va maksimum 9000 gacha chiqishi mumkin ekan grafda deyapti. Demak, bular donada o'lchandi. Kilo emas, gram emas, hafta kunlarda o'lchanmayapti, tushunarli? Donada o'lchanyapti. Endi time nima? Nimada o'lchayapmiz vaqtni? Vaqt bizda 2011-yildan 2018-yilgacha bo'lar ekan. Keyingi mashqimiz bizda, demak, e'tibor beramiz, yaxshilab o'qiymiz. The chart below shows the percentage of households in owned and rented accommodation. Ya'ni rented accommodation bor, owned accommodation bor. Nima degani household? Household bizda bu oila yoki xo'jalik deb tarjima qilinadi. O'sha bitta xo'jalik, demak, o'zini uyida owned, ya'ni o'zi egalik qiladigan uyda yashayotgan ekan va boshqasi bizda rented, ya'ni ijarada turar ekan. Va bizda o'sha xo'jaliklarning foizi berilgan yoki o'sha oilalarning foizi berilgan. Misol uchun pastda berilgan households in rented accommodation. Demak, qoradagi bu rented va owned accommodation kulrangdagi owned, ya'ni o'zi egalik qilgan. Misol uchun deylik, mana bu yerda 77% odam, 77% xo'jalik bizda nima qilgan ekan? Demak, rented, ya'ni ijarada turgan ekan 1918-yilda. Tushunarli? Endi siz buni topishingiz kerak. Nima deysiz? Graf bizda son ko'rsatyaptimi? O'lchaydigan narsami? Ya'ni sanasa bo'ladigan narsami? Sanasa bo'lmaydigan narsami yoki foiz ko'rsatyaptimi? Xuddi shuni yozishingiz kerak. Ikkita subject topasiz. Numberni topasiz. Nimada o'lchayapmiz biz? Foizdami, kilodami, haftadami, yildami? Nimada o'lchayapmiz? O'sha narsani donada o'lchayapmizmi? Topasiz. Va time, vaqt, nechinchi yildan nechinchi yilgacha. 5 sekundga audioni to'xtataman, ya'ni videoni to'xtataman. Sizlar bo'lsa buni pauzaga qo'yib turib, qancha vaqt ketsa, shuncha yozing, iltimos, yozing. Demak, vaqtimiz tugadi. Yozganingiz degan umiddaman. Javoblarni tekshirib chiqamiz. Bizda the proportion of household in owned accommodation. Demak, owned accommodation bizda bu kulrang edi. Demak, kulrangni ismi bizda the proportion of household in owned accommodation. Va qoradagini ismi bizda the proportion of household in rented accommodation. Endi bizda proportion so'zini biz
the proportion of, the percentage of yoki the share of so'zlari bilan almashtirsak bo'ladi. Number nima bizda? Number bizda 0 dan 90% kiloda o'lchanmayapti, donada o'lchanmayapti, balki foizda o'lchanyapti. Va yil time nimada berilgan bizda? Yilda berilgan 1918-yildan 2011-yilgacha bo'lgan oraliqda bo'lib o'tayotgan o'sha research ekan bu. Xo'p, va bizda keyingisi line graph. Yana 5 sekundga to'xtatamiz. Bunda hozir sizlarga hech qanaqa narsani tushuntirmayman. O'zingizlar subjectni, demak, o'rganasizlar, topishga harakat qilasizlar va har bitta subjectning ismini yozasizlar. Numberni topasizlar va time topasizlar. Sizlarga qancha vaqt ketsa, shuncha vaqtga to'xtating videoni. Undan keyin javoblarni ko'rsataman. Vaqt tugadi. Demak, xo'p, to'xtatib yozgansizlarga umid etaman. Boshladik. Demak, javoblar bizda the amount of chicken consumed, the amount of beef consumed, the amount of lamb consumed va the amount of fish consumed. Demak, bizda 4 ta subject bor, 4 ta liniya bor, 4 ta liniyaning ismi bor. Umid qilaman, qaysi biri ism, qaysi liniyaga tegishliligini bilasiz. Va number bizda 0 gramdan, albatta gram e'tibor bergan bo'lsangiz agar, gramda berilyapti, 300 gramgacha berilgan ekan. Va bizda time 1979-yildan 2004-yilgacha berilgan. Endi kichkina sizlarga deylik yodlaydigan so'z deymizmi yoki yana boshqa kichkina narsalar o'rgatib ketmoqchiman. Yo'l-yo'lakay, bular demak sinonim so'zlar bo'lar ekan. Biz o'sha writing yozamiz, writing taskni yozamizmi, speaking qilamizmi, reading qilamizmi, sinonim so'zlar juda ham muhim. Va bizda bu yerda per person deyilgan, e'tibor berayotgan bo'lsanglar, va per week deb berilgan. Demak, shu so'zlarni biz essay yozayotganimizda har xil so'zlar bilan almashtirishga harakat qilib ko'rishimiz kerak ekan. Demak, per week, every week yoki each week so'zlari bilan o'zgartirsangiz bo'ladi. Per weekni yoki da weekly so'zi bilan o'zgartirsangiz bo'ladi. Every person yoki each person, per person yoki da per capita so'zlari bilan per person so'zini o'zgartirsangiz bo'ladi. Va the amount of ni bo'lsa, the amount of, the quantity of yoki da the figure 4 so'zlari bilan o'zgartirsangiz bo'ladi. Demak, bu o'rganib qo'yishingiz kerak bo'ladigan kichkina glossary, ya'ni lug'at bo'lar ekan, yodlab olasiz degan umiddaman. Xo'p, keyingisi bizda basic vocabulary for change. Hozirlar bilan qaranglar, mana shu ozgina summary qilib olaylik-da. Bu yoki shoshib o'tib ketib qoldim. Demak, biz sizlar bilan nimani o'rgandik degan narsa bor bu yerda. Juda ham muhim, nimani o'rganganimizni tushunishimiz. Kichkina o'sha recap qilamiz, qaranglar. Bizda demak subjectlarni o'rgandik sizlar bilan. Biz number nimaligini o'rgandik sizlar bilan va time nimaligini o'rgandik sizlar bilan. Xo'p, endi bular essay yozishimiz uchun hozir sizlarga ko'pchilik uchun demak nima aloqasi bor bu narsalarni deb o'ylayotgan bo'lishingiz mumkin. Shunchaki protsesga ishoning, bu narsalar keyinchalik o'sha gap yozishingizda juda ham muhim bo'lar ekan. Xo'p, demak basic vocabulary for change. Demak, changelar, ya'ni o'zgarishlar uchun bazaviy lug'at. Qanaqa lug'at kerak ekan bizga o'zgarishlarni tasvirlashimiz uchun? Boshladik. Yaxshilab e'tibor beramiz. Grafga birinchi o'rinda qaranglar. Braziliyada 55 dan 13580 ga, 68 dan 88 ga, 50 dan 157 ga, 548 dan 728 ga, 531 dan 557 ga yoki 68 dan 8012 ga o'sish ko'ryapmiz. Tushunarli? 1990-yilda shuncha bo'lgan va 2000-yilda mana quyidagi aytib o'tgan sonlarimiz bo'lgan. Va bu sonlarda ko'rib turibmiz, hammasida o'sish bo'lgan. Shu narsa o'sgan deya olishimiz kerak bo'lar ekan. Shu narsa o'sgan deyishimiz kerak bo'lar ekan sizlar bilan. Demak, bu so'zlarni qanaqa qilib aytamiz? Sizlarga mana 7 ta so'z tayyorlab qo'yganman. Shu 7 ta so'z, ishoninglar, essay yozishimizga, ba'zi o'sha 7 ta olishingizga bemalol o'sha o'sishlarni tasvirlashga yetadi. Keyinchalik o'sha o'rganadigan sinonimlarimiz bilan. Lekin hozir shu 7 ta so'zni o'ziga fokus qarating va shuni videoni ko'rib bo'lganingizdan keyin iloji boricha yodlashga vaqtingizni ajrating. Demak, birinchisi rice,
increase, go up, grow. Nima uchun to deb qo'yganman? Chunki bular infinitivda turibdi. Ya'ni zamoni o'zgarsa, siz zamonni o'zgartira olishingiz uchun. Ya'ni misol uchun will rise, have risen yokida rose deb o'zgaradi. Misol uchun zamonlarni o'zgartiradigan bo'lsangiz yoki present simple deb kelishi mumkin, rises bo'lib kelishi mumkin, to'g'rimi? Demak, har xil holatlarga to'g'rilab olishingiz uchun infinitiv ko'rinish berilgan sizga va buni har xil ko'rinishga olib kelsangiz bo'ladi. Noto'g'ri fe'l shakllarni bilib olishingiz kerak. Rose bo'ladi, increased bo'ladi, went up bo'ladi va grew bo'ladi. Va bu yerda qaranglar, bu yerda increase ni verb orqali, fe'l orqali bersak bo'ladi va noun orqali, ya'ni ot orqali ham bersak bo'ladi. Misol uchun biz Bahamadagi, Bahama emas ekan, demak Braziliyadagi o'zgarishni ko'radigan bo'lsak, ya'ni 55 dan 113.580 ga o'sgan ekan. Demak, bu o'zgarishni tasvirlashimiz uchun nima deyishimiz kerak? The number of motor vehicles in Brazil, demak Braziliyadagi motorli avtomobillarni soni increased, ya'ni o'sdi deyishimiz kerak ekan. Endi shu increased ni o'rniga boshqa narsalarni yozsak ham bo'ladi. Nima yozsak bo'ladi? E'tibor beramiz. Rose yozsak bo'ladi. Undan keyin nima yozsak bo'ladi? Went up yozsak bo'ladi. Yana nima yozsak bo'ladi? Grew desak bo'ladi. Tushunarli? Tepadagi, ya'ni increased so'zi mana bu yerda to increase dan olganmiz. Endi shuni qolgan boshqa o'sha sinonimlari bilan ham almashtirib olsak bo'lar ekan. Ya'ni bu narsada muammo bo'lmaydi. Shunchaki yodlab olinglar, iltimos. Nounni qachon ishlatamiz deydigan bo'lsanglar, bu savol ozgina vaqtliroq berishga, chunki sizlarga buni ya'ni bugun o'tadigan, shu videoda ko'rsatadigan 3 ta bazaviy strukturada ishlatishni o'rgataman. Demak, increase'larni tushunib oldik. Endi bizda ko'rsatkichlar faqat o'sadimi degan savol ham bor, to'g'rimi? Yo'q, albatta. Demak, bizda ko'rsatkichlar tushadi ham. Misol uchun, Bahamada bizda 235 tadan 187 taga ko'rsatkichimiz tushgan ekan. Va tushish bizda decrease degani. Demak, fall, decline, decrease, go down, drop, dip. Va bu bizda fe'l, ya'ni fe'llar bilan biz tushishni ifodalayotgan ekanmiz. Decrease noun shaklida ham bor. Fall, decline, decrease, drop, dip. Ya'ni nounni qanaqa ishlatishni formulada ko'rsataman. Fe'llar bo'lsa, o'sha zamonlarga tuslanadi. Misol uchun, bizda the number of motor vehicles in Bahamas decreased. Yokida fell desak bo'ladi, declined desak bo'ladi, went down desak bo'ladi, dropped desak bo'ladi yokida dipped desak bo'lar ekan. Xo'p, demak bizda shu lug'atlarni ishlatsangiz bo'ladi. Yana qaytaraman, bu lug'atlar hozirga sizga boshlang'ich darajada bo'ladigan bo'lsangiz, bemalol yetadi. Iltimos, mana shu lug'atlarni qoldirmasdan yodlab keting. Demak, bizda degree of change bor. Degree of change nima degani? Degree of change bizda o'zgarishning darajasi. Misol uchun, bitta raqam deylik, bizda 1 dan 2 ga o'ssa, misol uchun, kichkina o'sish bo'ladi. To'g'rimi? Lekin agar u 1 dan 10 ga o'ssa-chi, o'zi katta o'sish bo'ladi, to'g'rimi? 1 dan deylik 4 ga o'ssa-chi, bu o'rtacha o'sish bo'ladi. Agar deylik kam vaqt davomida juda ham katta natija ko'rsatadigan bo'lsa, unda bizda sharp change'larga kirar ekan, ya'ni kam vaqt davomida tez o'sish ko'rsatgan. Bularni sizlar bilan ishlatilinishini, demak o'sha essaylarni o'zida keyinchalik darslarda ko'rib ketamiz. Iloji boricha buni, demak, so'zlarni yodlab olishingiz kerak. So'zlar bizda asosan adjective va adverblarga bo'linadi. Va adjective va adverb qilib yodlayotganingizni ham yaxshilab tushunib olishingiz kerak. Nimaga qaysi birini yodlayotganingizni, tushunarli? Ya'ni misol uchun slide ni adjective deb adverb deb o'ylamasligingiz kerak, balki adjective deb yodlashingiz kerak. Slide ni bo'lsa adverb deb. Nimagaligini, demak, ko'rib chiqamiz sizlar bilan. Xo'p, demak, bugungi, ya'ni keyingi ikkinchi narsa, ya'ni basic vocabulary ni summarize qiladigan bo'lsak, ya'ni xulosa qiladigan bo'lsak, biz sizlar bilan nimalarni o'rgandik endi? E'tibor beramiz. Bizda demak increase so'zi ni o'rgandik. Demak, uni fe'l, ya'ni verb va noun shakllari bor ekan. Xuddi shunaqa decrease so'zini ham, demak, nimasi bor ekan? Bizda verb shakli bor ekan.
uzr. Xo'p, verb shakli bor ekan. Xo'p, va uni noun shakli bor ekan bizda. Xo'p, bularni o'rgandik va biz sizlar bilan degree of change, ya'ni o'zgarishni darajasini ko'rib chiqqan bo'lar ekanmiz. Endi biz ot bilan, ya'ni fe'l bilan otlarni sifat va ravishlarni qanaqa ishlatamiz desak, kichkina formula bor bizda. Siz demak, sifatdan, otdan oldin sifat ishlatasiz va fe'ldan keyin ravish ishlatasiz. Tushunarli? Eslab qoling qoidani har doimgidek. Demak, otdan oldin sifat ishlataman, fe'ldan keyin bo'lsa ravish ishlataman. Bo'ldi. Xo'p, demak, bu lug'atimizga shu edi. Ya'ni lug'atlarni ko'rib chiqdik sizlar bilan. Endi cooking time, ya'ni biz hozirgi o'rgangan ingrediyentlarni sizlar bilan ishlatishni ko'rib chiqamiz. Hozirgi ko'rsatadigan narsalarimda juda ham ko'p activity bo'ladi. Ya'ni ishlaydigan narsalar bo'ladi, yozishingiz kerak bo'ladigan narsalar bo'lar ekan. Iltimos, qog'oz qalam oling, tayyor turing, ruchkangizni tayyorlab, yozishga tayyor bo'lib turing. Demak, birinchisi bizda birinchi struktura. Biz sizlar bilan subject nimaligini o'rgandik. Biz sizlar bilan verb nimaligini o'rgandik. Biz sizlar bilan adverb nimaligini o'rgandik. Sizlar bilan number nimaligini o'rgandik va sizlar bilan time nima ekanligini o'rgandik. E'tibor beramiz, bizda demak verb deylik. Tasavvur qiling, bizda graf bor. Grafda o'qituvchilarning soni tasvirlangan. Demak, grafimizda o'qituvchilarning soni tasvirlangan. Misol uchun deylik, nima deylik, bundoq deylik, kichkina table berilgan bizda. Demak, kichkina table berilgan. Bilasizlar, tableda tepada yil bo'ladi. Demak, bu yerga biz yil yozamiz. Nima deb yozamiz? Demak, birinchi yil 2000 va keyingi yil bizda nima ekan? Deylik 2005-yil 2005-yil ekan. Xo'p, demak 2000-yilda bizda 35 ta o'qituvchi bo'lgan ekan va 2005-yilda bo'lsa 10 ta o'qituvchiga demak nima qilibdi? Tushibdi. Demak, bizning grafimizning nomi the number of teachers bo'lar ekan. The number of teachers. The number of teachers hozir bizda o'sha grafning nimasi ekan? Xo'p, demak nomi ekan. Demak, yozsak bo'ladi the graph shows the number of teachers. Hop, yozdik. Demak, bu bizda grafimiz. Tasavvur qilinglar, shunaqa graf sizda tushdi. Ajoyib, to'g'rimi? Ya'ni ajoyib graf. Hop, demak, ofitsialniy ko'rinsizlar. Demak, bizda shunaqa graf bor. Tasavvur qiling. Demak, 2000-yil bizda yil berilgan, 2005-yil yil berilgan, sonlar berilgan 35 va son berilgan bizda 10. Endi mana shuni tasvirlashimiz kerak sizlar bilan. Demak, the number of teachers, o'qituvchilarning soni. The number of teachers yozishimiz kerak, to'g'rimi? Bu nima ekan? Subject bo'lar ekan. Keyingisi fell. Nima uchun fell? Bu keyingisi verb bo'ladi. Nima uchun fell? Fall emas, chunki bu o'tgan zamonda 2000-yildan 2005-yilgacha tasvirlanayotgan ekan. Keyingisi adverb. Adverb bizda nima? Markedly. Number bilan time joylashuviga yaxshilab e'tibor beringlar. Ketma-ket qo'yganim bilan. Demak, number nechida bo'lgan? From boshlang'ich raqam nechida bo'lgan? 35 ta bo'lgan. Ya'ni 35 fell markedly from 35 in 2000. Nechinchi yilda bo'lgan 35? 2000-yilda bo'lgan. Nechiga tushgan? To 10 nechinchi yilda? In 2005. Demak, bizda bu birinchi nimamiz bo'lar ekan? Sentence structure'imiz bo'lar ekan. Yaxshilab e'tibor beramiz. Bu bizni birinchi sentence structure'imiz. Shuni praktika qilamiz sizlar bilan, qayta praktika qilamiz. Iltimos, praktikani o'tkazib yubormang. Demak, birinchisi, demak, hozirgi berilgan, ya'ni bu strukturani yozib olgan bo'lishingiz kerak. Daftaringizga yozib olganingizdan keyin formulani. Shu formuladan foydalanib, mana bu yerdagi so'zlarni to'g'ri ketma-ketlikka qo'ying va o'sha strukturani nima qilishingiz kerak ekan? Foydalanib, ya'ni make sense qiladigan, ma'no anglatadigan gap yoza olishingiz kerak bo'lar ekan o'sha struktura. Demak, bu struktura nimani tasvirlaydi desangiz, mana bu narsani tasvirlaydi bizda. Tushunarli? Mana shu narsani tasvirlaydi. Mana bu yerdagi o'zgarish tasvirlayapti. Demak, shuni yozamiz. Sizlarga hozir qancha vaqt bo'lsa shuncha vaqt oling, to'xtating. Lekin men 5 sekund pauzaga qo'yaman, keyin davom ettiraman. Demak, vaqtimiz tugadi bizni.
Boshladik. Javoblar mana bu ko'rinishda bo'lar ekan. Ya'ni hop, sizlarga ko'rib chiqadigan bo'lsak bitta-bitta, demak, the figure for local fixed line bu bizda nima bo'lar ekan? Bizda bu subjectimiz bo'lar ekan. Keyingisi nima bizda? Rose nima degani bizda desangiz, bu verb edi. Esinglardami? Rose verb bo'ldi. Keyingisi bo'lsa bizda gradually nima degani? Adverb edi. Adverb. Keyingisi bizda from 70 billion minutes. Bu bizda number, mana shu yergacha number in 1995, ya'ni 1995-yilda yaxshilab aytib beramiz. Nechida bo'lgan? 70 milliard daqiqada bo'lgan, to'g'rimi? Xo'p, to, ya'ni nechiga? To tushdi, nechiga tushdi? 90 billion minutes, ya'ni 90 tushdi deyman, uzr, ko'tarildi. 90 milliard daqiqaga ko'tarildi. Nechinchi yilda ko'tarildi desangiz, 1990-yilda ko'tarildi bo'lar ekan. Tushunarli? Xo'p, keyingi mashqimiz sal osonroq bo'ladi. Sizlarga ko'rsataman buni qatdan olganimni. 1979-yildan 82-yilgacha bo'lsa, Mametlargacha bo'ladi где-то deylik. Bu demak, mana o'zgarish ko'rsatyapti. Tushunarli? E'tibor bergan bo'lsangiz, xo'p, demak, boshqatdan chizaylik. Demak, mana bu o'zgarish ko'rsatyapti Mametgacha. Nechidan nechiga tushgan? Ya'ni nima qilgan? Tushgan deyishingiz kerak, buni aytib qo'ydim. Fe'l, ravish, nechidan nechiga tushgan? Shu yil oralig'ida. Iltimos, sizga vaqt. Boyagi so'zlardan foydalaning, qo'ying, keyin davom ettiramiz. Demak, vaqtimiz tugadi. Javobimiz mana shu bo'lar ekan. O'qiymiz. The amount of beef consumed fell markedly from 220 grams to 170 grams between 1979 and 1982 bo'lar ekan. Xo'p, demak, bizni javobimiz shu edi. Nima qilib ko'ring. O'zingiz yozgan gapingiz bilan solishtirib ko'ring, compare qiling. Xo'p, keyingisi ikkinchi strukturamiz juda ham chiroyli struktura. E'tibor beramiz. There was a yoki an, adjective, noun, number va bizda in berilgan, bu yerda in berilgan, subject, undan keyin time bo'lar ekan. Mana inni nimaga belgiladim? Chunki o'quvchilarga necha marta o'rgatsam har doim esdan chiqarishadi. Muhimligini tushuning. Agar shu in bo'lmasa, grammatikada xato qiladigan bo'lasiz. Boyagi, ya'ni o'qituvchilarning grafi bu ham o'sha gap bilan solishtirib ko'rsangiz bo'ladi. There was, ya'ni there qo'yildi, was qo'yildi, a qo'yildi. Nima uchun? Chunki am undosh harf. Demak, a market fall, demak, adjective market bu, fall noun bu, from 35 to 10, ya'ni 35 dan 10 ga tushdi. Nima tushdi? O'sha bu number bo'lar ekan, to'g'rimi? Va formuladagi in, mana in turibdi. Kichkinagina bo'lsa ham juda ham muhim narsa bu. Qoldirib ketmanglar. The number of teachers bizda nima ekan bu? Bu subject bo'lar ekan. Tushunarli? Va time oxirida between 2000 and 2005 berdik. Juda ham chiroyli formula. Ikkinchi formulani o'rgandik sizlar bilan. Demak, yana sizga vazifa. Hozir 5 sekundga to'xtataman. Sizlar videoni to'xtatib yozishingiz kerak bo'lar ekan. Boyagi vazifa boshladik. Vaqtimiz tugadi. Demak, javoblarni ko'ramiz. Mana there was a gradual rise. Demak, gradual bizda adjective, rise noun, from 70 billion to 90 billion. Hop, tushdi. In formulada bor edi. The number of minutes for local fixed line. Bizda nima bu? Subject. Between 1995 and 1998 bo'lsa, bizda nima bo'lar ekan? Time bo'lar ekan. Xo'p. Keyingisi xuddi o'sha vazifa, siz boshqatdan qo'yib chiqishingiz kerak buni. Ya'ni nima bo'lgan? Ya'ni bu yerga nima qo'yishni hozir aytmayman. Chunki boya aytib qo'ydim sizlarga. Va bu yerga nima qo'yishni ham aytmayman. O'zingiz topasiz. 5 sekund.
Demak, vaqtimiz tugadi. Javobimiz o'qiymiz iloji boricha. Qaranglar, har safar sizlarga o'sha javoblarni ko'rsatganda gapirishimni kutmanglar, iltimos. Videoni to'xtating, o'zingiz o'qib oling, xo'pmi? Chunki siz maksimal foyda olmoqchisiz bunda. Tushunarli? To'xtating, videoni o'qing. To'xtating, o'sha videodagi matnlarni o'qib oling, iltimos. O'shanda sizga foydasi 2 marta ko'p bo'ladi. Hech qachon har qanaqa o'sha dars ko'rayotganingizda ham to'xtating, o'zingiz o'qib chiqing birinchi. Speaker gapirishni kutmang. Xo'p, demak, mavzuga qaytamiz. There was a market fall from 220 grams to 170 grams in the consumption of beef between 1979 and 1982 bo'lar ekan bizda. Xo'p, keyingi 3-strukturamiz bizni va oxirgi strukturamiz bo'ladi bu. Demak, subject C. Endi qaranglar, mana C bizda bu special verb, ya'ni maxsus fe'l. Demak, C ni bizda sinonimlari bor. Ya'ni to'g'ridan-to'g'ri sinonim bo'lmaydi, faqatgina shu formada sinonim qilib ishlatiladi deymiz. Tushunarli? Ya'ni bular mana formada sinonim bo'lib ishlatsangiz bo'ladi. Undan keyin a yoki n, adjective, noun, number va time. E'tibor beramiz, qanaqa qilib gap tuzilgan. The number of teachers saw a market fall from 35,000 to 10,005. Juda ham chiroyli chiqdi. Demak, tepadagi formula bilan o'sha bir, demak, bu nima ekan bizda? The number of teachers ekan. Endi C bizda so'ga o'zgargan, chunki o'tgan zamonda C sin bo'ladi. Xohlasangiz undergone qo'ysangiz bo'ladi, underwent bo'ladi, witness qo'ysangiz bo'ladi, witnessed bo'ladi, experience qo'ysangiz bo'ladi, experienced bo'lar ekan. an yozsangiz bo'ladi, market. Demak, bizda adjective, noun bu fall, number berilgan yashillada va qoralada bizda nima berilgan ekan? Time berilgan ekan. Xo'p, vazifaga o'tamiz. To'g'ri ketma-ketligi qo'yib chiqamiz. Iltimos qo'yib chiqing. Sizga vaqt bu 5 sekund ketdi. Demak, vaqtimiz tugadi. Javoblarni ko'rsataman. Iltimos o'qib chiqing o'zingiz birinchi. Xo'p, the figure for local fixed line underwent a gradual rise from 70 billion minutes in 1995 to 90 billion minutes 1998. Bo'ldi. Demak, formula bilan, boyagi formula bilan bir. Demak, birinchisi o'sha subject, keyingisi special verb, underwent yozdik sin o'rniga. Formulada bor edi gradual adjective, rise noun, from 70 billion minutes. Bu bizda number, time, keyingisi number minutesgacha va bu yog'i ham time bo'lar ekan. Keyingisi vazifamiz, o'zingiz qo'yib chiqing, hech narsa demayman. Boshladik. Demak, vaqtimiz tugadi. Xo'p, demak, the figure for beef witnessed the market fall from 220 grams to 170 grams between 1979 and 1982 bo'lish kerak edi. Xo'p, demak, javobimiz shu bo'ladi bizda. Keyingisi, demak, bizda o'sha bugungi o'tgan mavzuchamizni summary qiladigan bo'lsak, ya'ni strukturalarni mana bunaqa ko'rinishga kelar ekan. 3 xil formulamiz bor. Shunda to'xtating videoni, formulani tez yodlab oling, yozib oling o'zingizga. Xo'p, demak, yana bitta o'qib chiqaman. Subject bizda the number of teachers, verb fell, adjective bizda adverb bizda markedly, number from 35 time in 2000, yana number to 10, va yana time in 2005. Bunisi ham xuddi shunaqa. There was a market fall from 35 to 10 in the number of teachers between 2000 and 2005. The number of teachers saw a market fall from 35, 2000 to 10, 2005. Demak, bizda 3 ta formulamiz bor, tayyor. Endi sizlarga yana bitta vazifa beraman va bu vazifa mutlaq o'zingiz qilishingiz kerak bo'lar ekan. Mana shu yerda bahamida nima bo'lgan? Bahamani subjectini yozasiz, fe'lini, adverbini, demak, adjectivini, adverblarini, nounini, verbini o'zingiz topasiz, raqamlarni o'zingiz yozasiz, hammasini o'zingiz yozasiz. Men har doimgidek 5 sekundga videoni to'xtataman, gapirmayman, siz videoga pauza qo'yasiz va yozib olasiz. Boshlang.
Demak, vaqtimiz tugadi. Yozgansizga umiddaman. Boshladik. Demak, 3 ta formulamiz shu. O'qiymiz. The number of motor vehicles in Bahamas declined markedly from 235 in 1990 to 187 in 2000 bo'lish kerak. Yozmay qolib ketibdi. In 2000 there was a market decline from 235 to 187 in the number of motor vehicles in Bahamas between 1990 and 2000. Keyingisi, the number of motor vehicles in Bahamas witnessed a market decline from 235 to 187. Demak, yillar qarshichida berilgan bizda. Xo'p, bugungi mavzuni tushungansiz degan umiddaman. Demak, bizda o'sha hamma ishlatilgan materiallarni videoni tagida qoldiraman va sizlarga beradigan uyga vazifam bor. Undan oldin bitta kichkina narsani o'rgatib ketmoqchiman. Juda ham kichkina vazifalar bo'lmaydi bunda. Faqat shunchaki tushuntirib ketaman. Prepositionlar ishlatdik boya increased from to deb ketdi. Lekin aslida faqat from to emas, balki boshqacha ishlatilsa bo'ladiganlar ham bor. Bular demak from to, by, of larni ishlatsangiz ham bo'ladi. Ma'nosini tushuntirib ketaman sizlarga. Demak, from bilan to bizda otga ham fe'lga ham ishlatsangiz bo'ladi. Demak, from bilan to bizda nounga ham verbga ham ishlatsangiz bo'ladi. Yaxshilab e'tibor bering. Nounga ham verbga ham ishlatsangiz bo'ladi. Lekin from bizda starting number nechidan o'syapti yoki nechidan tushyapti o'sha narsa starting number va nechiga tushyapti yoki nechiga ko'tarilyapti, to'g'rimi? Oxirgi raqami finishing number bo'lar ekan. Tushunarli? Endi bizda by bo'lsa, by bilan of bo'lsa, difference between starting and finishing number, ya'ni boshlang'ich bilan oxirdagi raqamni bizda nimasi ekan, farqini aytar ekansiz. Hozir buni tushuntirib o'taman. Lekin bizda by fe'l bilan ishlatiladi, of bo'lsa noun bilan ishlatiladi. Qaranglar. The figure increased from 9 to 13. Demak, 9 dan 13 ga o'sdi. To'g'rimi? Boshlang'ich raqam 9, tugash raqami 13. O'rtasidagi raqamlar farqi 4 bo'lar ekan. Demak, the figure increased fe'l bilan yozadigan bo'lsangiz bizda by 4 bo'lar ekan yoki the figure saw an increase noun bo'ladigan bo'lsa of 4 bo'lar ekan. Tushunarli? O'rtasidagi farqni ko'rsatmoqchi bo'lsangiz. Juda ham yaxshi predloglar. Boshqa predloglar ham bor. Kelasi darslarda ancha ham advanced narsalarni o'rganganimizdan keyin ichiga qo'shib o'rgatib ketaman. Xo'p, demak, buni haqiqiy o'sha qo'llanish qanaqa bo'ladi? Misol uchun, the consumption of beef fell markedly from 220 grams to 170 grams between 1979 and 1982. Qaranglar, from nechidan tushdi? Demak, 220 lardan 170 larga tushdi. Demak, boshlang'ich, tugash. Keyingisi, the consumption of beef fell markedly by, demak, o'rtasidagi farq 50 ta tushdi, ya'ni 50 gram tushdi. Tushunarli? O'rtada 50 gram farq bor, Mamet, 50 gram farq bor. 270. 220 gram berilmayapti. Nima uchun? Chunki bu 50 gram tushsa 170 bo'lishi uchun 50 gram o'zi ekzaminer qo'shib oladi, ya'ni biladi nechidan tushayotganligini. Tushunarli? Between 1979 and 1982. Va keyingisi, the consumption of beef was bo'lmasligi kerak, spell xato qilibman. Saw a market fall off, ya'ni fall off bo'lganligi uchun, ya'ni noun bo'lganligi uchun off ishlatilyapti. From 220 grams, ya'ni bu 50 gram tushdi 220 gramdan. Endi bu yerda tugash raqam berilmayapti. Shunchaki qancha tushgani berilyapti va qayerdan tushganligini va nechaga tushishini o'zi oddiy arifmetika. Buni lekin juda ham nima desa bo'ladi, complicated, ya'ni o'ta qiyinlashtira olmaslik kerak. Deylik, mana 50-60 taka oddiy arifmetika bo'lsa, no big deal, no o'ta qiyin bo'lib ketsa, bu o'sha tushunish darajasini kamaytirib yuboradi. O'shaning uchun iloji boricha oddiy holatlarda shunaqa of yoki by, from to larga aralashtirib ishlatishingiz kerak bo'lar ekan. Demak, endi bizda homeworkga qaraymiz. Bizda Olimjon IELTS Mentor 4166 ta subscriber bo'lamiz. Rahmat hammaga. Demak, buni o'sha 4000 tadan oshganimizdan keyin qilayotgan birinchi videoyim.
Nimaga buni ko'rsatdim, bekorga ko'rsatmadim. Demak, bizning kanalda linki bor. Shu kanalda, demak, o'sha darslarni tashlayman hammasini va bizda mana bu narsa uyga vazifa bo'lar ekan, esingizda tursin. Ichida hamma explanationi bor, ichida bugun ko'rsatgan o'sha formulalar ham hammasi bor. Iltimos, olinglar, ishlatinglar va o'zingizni IELTS preparationingizda buni ishlating. Rahmat hammaga. Video foydali bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Oxirigacha ko'rdim, foyda berdi. Mana bunaqa joyi o'xshamabdi, mana bu yerda xato chiqib qolibdi desangiz ham juda ham xursand bo'laman agar xatolarni topgan bo'lsanglar. Bu degani siz rostdan ham o'sha nima desa bo'ladi, ko'rib o'rganayotganingizni bildiradi. Bundan tashqari o'zim ham o'sha xatolarni topganimdan xursand bo'laman, chunki keyingi darslarda bu narsalarni qaytarmaslikka harakat qilaman. Rahmat, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Sizlar bilan Olimjon IELTS mentor.